Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda 10-11 yanvar kunlari qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dam olish kunlari O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 9-yanvar juma kuni hududning katta qismida kunduzi havo 8-11 daraja iliqqacha ko'tarilsa, 10-11 yanvar shanba va yakshanba kunlari 12-15 daraja iliqqacha isiydi. Kechasi va ertalab havo ko'tarila boshlaydi. Yakshanba kuniga kelib harorat 0-3 daraja iliqqacha ko'tariladi. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat juma kuni kunduzi 9-11 daraja iliq bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari harorat asta-sekin kechalari 1-3 daraja iliqqacha, kunduzi kunlari 13-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. So'nggi kunlarda mamlakatda harorat inversiyasi bilan bog'liq noqulay meteorologik sharoitlar oqibatida havo sifatining pasayishi kuzatilmoqda. Mutaxassislarning tahlillariga ko'ra, noqulay meteorologik sharoitlar 16-17 yanvarga qadar saqlanishi kutilmoqda. Antisiklonlar kelishi natijasida yog'ingarchilik yog'ishi va shamol tezligi oshishi bilan atmosfera havosi sifati normallashadi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.